Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Assalomu sizlar. Bugungi bizning loyiha ishimiz qizlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish. Birinchi aniq fanlar konfederatsiyasining birinchi kurs talaba qizlarni o'ziga bo'lgan ishonchini ko'proq oshirishga 25-30% qizlarning o'ziga bo'lgan ishonchini 25% ga oshirishga qaratilgan loyiha. Loyiha tashabbuskori men Boboqulova Dinara. Loyiha rejalashtiruvchi bo'yicha mutaxassis Xudoyqulova Speaker bilan ishlash koordinatorlar bo'yicha Xudoyqulov Umid. Marketing va reklama bo'yicha mas'ul shaxs Sadoqat Ismatova, seminar yetakchisi Abdulla Shahzoda. Bizning bitta asosiy maqsadimiz qizlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish. Chunki ishonch bu buyuk kuch, ishonchning bu jasorat, ishonch bu orzular sari yetaklovchi yo'l. Men loyiha rejalashtirish bo'yicha mutaxassis Xudoynazarova Shahlo. Bu loyihani boshlagan jamoamizda har kimning o'z vazifasi bor. Ba'zilar speakerlar bilan shug'ullanadi, ishlaydi. Ba'zilar e'lon va reklamalarni tayyorlaydi. Ba'zilar seminarlarni olib boradi. Mening vazifam loyihada umumiy yo'nalishni belgilash va seminar mavzularini rejalashtirish va uni izchil tashkil etish. Bu loyihamiz 10 oy davom etadi. 10 oy davomiylik 10 oy. Har oyning 18-sanasida bo'lib o'tadi. Loyihada muvaffaqiyatga erishgan ayollar, psixologlar, trenerlar, speakerlar tashkil etiladi. Tashrif buyurishadi. Ularning hayotdan muvaffaqiyatga erishishlari bizga sabab bo'ladi. Bu loyihamiz 2020-yil 18-noyabrda Cho'beshxonada 14:00 bo'lib o'tadi. Qizlar o'z ishonchingizni oshiring va harakat qiling. Speakerlar bilan ishlash bo'yicha men Xudoyqulov uchun speakerlarimiz Miss Ozoda va Miss Zuhra bo'ladi. Bu speakerlar Xabarlari bor speakerlarimiz bilan qizlarni qanday darajada o'z fikrlarini erkin bayon etishlari haqida muloqot qilamiz va targ'ibot tashviqot ishlarini olib boramiz. Men bu ishlarni amalga oshirishda keng ko'lamda chora-tadbirlarni olib boryapman. Buning uchun menga yordam qiladigan shaxslar bo'ladi. Yordam berganlari uchun rahmat. Bizni loyihamizdan maqsadimiz qizlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish. Qizlarimiz aynan o'ziga bo'lgan ishonch deganda nimani tushunasizlar? O'ziga bo'lgan ishonch deganda kim qanaqa fikrda? Kim o'ziga qanchalik darajada ishonadi? O'ziga bo'lgan ishonch bu qo'rqmaslik, erkin fikr bildira olish. Qandaydir ko'ngilsizliklar yuz bersa, maqsadiga yetisha olmasa, yana harakatda davom etish. Masalan, o'ziga bo'lgan ishonch orttirishdan ko'ra ko'proq hozirgi kunda o'ziga bo'lgan ishonch tushirish holatlari ko'p. Solishtirish, bir-biri bilan solishtirishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda salishga chiqqan, o'zini rasmini qo'yadi yoki-da nimadir qo'liga tushsa, nimadir bo'lsa maqtanadi. Qolgani menda yo'q, unda bor degan fikrga keladi. O'sha fikrni kamaytirish bizning maqsadimiz. Harakat qilsa, o'ziga bo'lgan ishonch bo'lsa, niyatiga yetishadi. Uning uchun smart reja tuzish kerak. Smart rejasida o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Masalan, bosqichma-bosqich qanaqa tartibda ish bajarishini yo'lga qo'yib olib,
o'sha tartib bo'yicha ish bajarishi kerak. O'ziga bo'lgan ishonchni ko'proq oshirishda biz ularga trening darslar qo'yib berganmiz. Har oyning 18-sanasida bo'lib o'tadi. O'sha darslarga kelishini tavsiya qilamiz. Bizda u yerda yaxshi spikerlar bor. Ular o'zlari bilgan bilim malakalarni boshqalarga o'rgatishadi.